Hürmetli vatandaş, bugünkü şiirlerimizi sözleyimiz, vaziyetimiz doğrusu tohtalımız, Liksiye de sırağa cürüzü Washington'dan sözleyimiz bugün çislağa. 2026 yılı 8. ayının 19 boyu görmesi geçirenler ya vatandaş. İstersen tukamayım ama çislağını tukalım et çislağını. 22 ne? 8. ayının 20. günü haftaga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizi gepeysak, tünügüllerden Amerika Koşmuş Ştatları, Prezidenti Donald Trump İran'a iqtisadi siyaset yürgüzdü kaldığını. Lakin buna aytganda bu iqtisadi siyaset doğrusu da Sorbetlerinin digini iqtisadi cihette Normandiyaga çıkış. Onun kıymet, onun ornu, onun kölümü, onun kattalık derecesi şu derecede olsa gerek vatandaş. Şuna ilan kıldı mı yazmışsa Amerika avazını asam çıkmaya kaldı. Buna da gelişi mümkün. İqtisadi cihetten Normandiyaga çıkış, İran'a yardım kılıvatkan devletlerine hem iqtisadi cihette katık bir oram kılışacak, meyli imbargo kılışacak olsun, meyli çekle siyasi olsun, şundan ilan kıldı evet anneciğim. Yani genelde üzerimize peygamber Xitay'ın üstü toxtulub kilovatımız o hazır. Xitay doğrusu vaziyet devamlı sözlevatqanlık şeyimiz de yeni bir yüzünleşmiş, bir keçedik yüzünleş vatandaş. Hazır Cumhur'un Partiya Sekreteri Xi Jinping, Cumhur'un reisi Xi Jinping, bu iki gün içinde çıkıvatkan haberlerde bu ketim 21. kurultayda qayta saylanmaslıkını karar kılıp bu doğruda bir layihə tüzüp o layihəni tapşırdı deydi. Kimge bilgin olmaydı. Arlıqda Merkezi Komitette Vincaba, Hucuntav qatarlıqlar birleşip kurgan gün tertipteki hizmetlerini muhakeme kılış organi deydiğen bir organ var idi. Şununla tapşırdı mı bu dokulatın layihəni? Karşı tarafı yok, lakin Xi Jinping hizmette kılıp kılış. Qayta saylanmaslık sekreter bulup, qayta saylanmaslık reis bulup degende. Bunun ornuğu sırlığı tünügün sözlüğü vaxtıda şunu dedik. Ve bulup iki meselini oturup koyduk. Bunun sebebi nime Xi Jinping? Qaysı sebeplerge asasında bu kararını çıkardı dedik. Yani birincisi nimi kendisine razı Xi Jinping 73 yaşı kördü. Yaşını kaldı. Birinci sebebi şu ki. O doğruda 90'mayla Xitay degen kançı kesel olsun mu? O merkezli buldukken 100 yaş kırdığın nimeler var. Onu koyup duraylı. Onun ikinci sebebi nimiyken deseniz, ikinci sebebi yeni bir hukum iken vatandaş. Bu hukum da değil işte. Xi Jinping Tayvan meselesini siyasileştirivetti. Yani bunun uçuk manisi Xitaylar cüret kılıp eğiz alanmışı mı? Xi Jinping Tayvan meselesini halkaralaştırıvetti. Şu iki sebepten kelivatkan besim, yani üzü his kıygan besim. Üzü his kıygan besim tüpeyle Xi Jinping ende meyli 10. geçildiğin 5. olmamışığın olsun veya ki 27. yıldaki 21. partiya kurultayı olsun, şu ağırlıkta ende kayta saylan talep kılmaydıgan, kayta vazife oldurmaydıgan, yani bir tarafı ende buna seliştirsak, tünügün ketken Jiang Zemin bilen seliştirganda, yani bir yerde kançılık bir küçük günü yol koyuşka makul dedim o kandak. Yani ben degenim, Jiang Zemin degen saylandı düşüdüğü vakti, yani Hucuntavu hukuk birdiği vakti armiyanın hukukunu vermeye durup aldı vatandaş. Bir neçə yılmış, ötdü, armiyanın hukukunu vermedi. Hazır Xi Jinping o armiyada kalımen, bu vazifede kalımen,
o partiyada qalaman deydigan gap yo'q. Yo'qsizlar, loyiha topshirib, bo'ldi men bu xizmatni ishlamayman de. Bo'ldi men bu xizmatni ishlamayman, huquqni topshiraman. Endi izbosari kim ekan desiniz, hozir Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Davlat Mahkamasi vaziri bo'lib ishlayotgan kishi Li Chang degan kishiga topshirdi ekan. Huquqni shuningga topshirdi ekan. Demakki, izbosar kishi shu bo'ladi ekan vatandosh. Buning Cumhuriyet Kompartiyasi boshqa taraflar yoki peshqadamlar deganimiz yoki arliq sanab o'tgan guruhlar deymiz. Yoki yana qandaqdir bir siyosiy kuch. Ma'qul deyish mumkinmi vatandosh? Bu yerda o'xshavroq ketayotgan bir taraf nima desang, Mavzuning 76-yil o'ladigan chaqda huquqni Huagoping deganga topshirdi. Bir ikki parcha xat qoldirdi, xatda ni ben shu vafan dedi. O o'ydirib chiqqanmi yoki Mavzuning shundoq yozganmi, unisi noma'lum, siz bilan bizga. Shundoq desa, ish boshqarsang sen varisga qolsam men xotirjam bo'laman dedi deb Huagopingni shu vaqtida huquq turg'izib 2 yil o'tmayli uni Chavshanga ziyoratga yo'lga soliblar, siyosiy o'zgarish bilan elib tashlagan edi Cumhuriyet Kompartiyasining shu vaqtdagi katta boshlar emas, Deng Xiaoping qatorliqlar. Endi bugun Yig'izga og'ini Xi Jinping o'z og'zi bilan qaror qilib shundoq debdi, Davlat Mahkamasining vaziri Li Changni izbosarlikqa tayinladim debdi. Endi biz buni konkretligini hozir qisqa xabarlar orqali ko'raylik. Bir ikkinchi yozma xabarga bormi deydi. Yozma xabarmi bor deymi shuning ichida. Unodan ko'raylik. Bir endi tahlilimizni oxirida qilaylik vatandosh. Tahlilimizni oxirida qilaylik. Endi unda qaranglar, qisqa xabar. Xi Jinping huquqni kimga topshirdi? Asl mavzu. Hu Jintao yana o'tirg'i chiqdi. Arliqda og'rib qoldi dedi. Beijingga qaytib keldi, Balavoq yetib keldi dedi. Zahar berildi dedi. Mushlarning hammasi bizning problemimiz. Nima o? Bizning aytadigan til aqliyat so'zimiz bor vatandosh, bu nima? Hokimiyat og'dirilish davri kirgan vaqtda har qanday so'z o'tirg'i chiqdi. Rostmi? Yolg'onmi? Fitna fasodmi? Yüksek söz mü? Hemmisi ordiş başının içinde bir cemaat fikir tayyorlaydigan so'rovni chiqadi vatandaş. İhtimal bunu zaharlandi Hu Jintao, og'rib qoldi Hu Jintao degan, ya'ni Xi Jinping o'zida tortgan bo'lishi mumkin. Sabab mushu orqali ularning inovat yoki o'rni, ijtimoiy siyosiy o'rni ta'sir ko'rsatib, o'zi o'tkeldi, o'tmoqchi qanday? Mushu kim taqdi, ya'ni shu o'zidan chiqadi, markaziy hukumatning o'zidan chiqadi vatandaş. Hozir endi shu Hu Jintao yana o'tirg'i chiqdi deydi. Mana endi o'tirg'i chiqdi, jiddiy xabar deydi. Xi Jinping qayta rais bo'lib, qayta sekretar bo'lib saylanmaslikni qaror qildi. Tashabbuskorlik bilan huquqni bir kishiga topshirdi. Ko'pchilik. Dunyoga nazar Chimpokong 8-oyning 19-kuni. Tayvan bo'g'zi vaziyati yana bir xabar. Rasmiy yemirilishdan burungi eng oxirgi bir qadam. Ko'pchilik Chuyi obzori Tayvan axboroti 8-oyning 20-kuni. Chuyi kim edi? Xitoy kommunistparast Tayvanlik obzorchi. Buning maydoni hozir biz qaramaymiz. O Xitoy Kompartiyasini qo'llamdi. Xitoy Kuomintangni qo'llamdi. Bunisi bizga kerak emas, Chuyi bilan. Lekin u qo'yayotgan masalalarda qanday paket bor degan gap. Biz shunga diqqat qilamiz. Vatandosh bu yer nima debdi bu? Tayvan bo'g'zi vaziyati rasmiy yemirilishdan burungi eng oxirgi bir qadam. O'sha turibdi. Endi yana bir xabar. NATO 50 dona aeroplanni bir yerga jam qildi yoki to'pladi. To'yaqsiz Rossiyaning darvozasini yoki Rossiyaning qaysi bir chegarasini qurshab qoldi. Umid Sadas TV 8-oyning 19-kuni yutdi. Yani bir xabar, Cumhuriyet Kompartiyasi soqchilari fuqarolarni bostirishdan bosh tortdi. Mana bu yangi xabar kelgan vatandosh hozir
Xitayning ichki qismini deb so'zlab kelyapmiz sizlarga. Shundoq vaziyat ostida hozir Xitoy soqchilari endi o'tirg'i chiqib bostirishni. Markazdan buyruq kelamdi, ministerlikdan buyruq kelamdilar, qayrib etib Furani bostirishni to'xtatgan gap. Yoki bostirishdan bosh tortdi deydi. Hozir million kishilar ko'chalarga namoyishga chiqdi. Chesoskoning ko'llari yaqinlashdi yoki yetib keldi. Şavli maliyesi yerim keçi saat 12'de. 8. ayının 19. günü yutab. Yani bir haber, Vladimir Putin arqsab kontrolluğunu yo'qotdi. Krimiya krizisi intayin xatarlik. Urush izdalari torbiti 8. ayının 20. günü yutab. Xi Jinping'nin keyingi Jungu'da özgürüş buludu. Nima dedi? Kim tayinlanadi o sekretar? Kim tayinlanadi o reis? Xi Jinping'ning keyingi hokimiyatga o'zgarish. Bu o'zgarish oxiri Jungoga o'zgarish elib keladi deb shunday tahlil qilib kelyapmiz. Ham boshqalarni tahlilini sizlar yetkazib keldik. Buni bugun yana qaytapti. Masalan, Xi Jinping'ning keyingi Jungoda o'zgarish bo'ladi. Xo'sh axboroti maxsus gruppalashgan torbiti. Xo'sh axborot torbiti 8. ayının 20. günü yurtda. Can Yuşa Dilosida alayida o'zgarish yuz berdi. Qurolli soqchi qismlar qo'mondoni Beijing shaharlik garnizonga kirdi. Beijing shaharlik soqchi idorasi 38. armiya bilan elishdi. Bu 38. armiya Beijingdimi yoki Beijing shaharining sirtidimi? Soqchi nemishqa Beijingga kirgan 38. armiya bilan elishdi. Sarxillar munbiri 8. ayının 20. günü yutab. Anlaşlığa qaragan yana bir xabar, Xi Jinping tashabbuskorlik bilan taxtdan tushdi. Vaziyat torbiti 8. ayının 20. günü yutab. Başlaydık, Xi Jinping qaysi şekilde taxtdan tushdi hozir bu yerda. Anlaşlığa qaraganda Xi Jinping tashabbuskorlik bilan taxtdan tushdi vaziyat. Yani bir xabar sun'iy hamroh ko'znikida hozir bo'ldiki, Xi Jinping Janubiy dengizda o'tkelda turib oldi. Tayvanning jon tomiri uzib tashlandi. Umid Sadosi TV 8. ayının 20. günü yutdi. Yani bir xabar, Prezident Vladimir Putin Yaponiyaga ziyoratga bordi. Mana bu gap katta gap, ham cho'ng gap vatandosh. Ben hozircha mening esimda bor yoki yo'q, Rossiyalik bir amaldorning yoki Yeltsinning yoki Gorbachevning yoki Vladimir Putinning yoki oningki do'sti Medvedevning qaysi birisining Yaponiyaga ziyoratga keldi degan xabarni hozircha anglamaganman vatandoshlar. Yaqindan beri bu kishi ayliqqa 4 orolga chiqdi. 4 orolda chiqib turib Yaponiyani dushman dedi. Hem ogohlantirish bergandek gap qildi. Hem bu ziminlar Rossiyaning zimini dedi. Yalti yig'inda bekitilgan ziminlar Rossiyaga berilgan yig'in nima chegara dedi, territoriya dedi. Yaponiya bunaqa ya gap qildi, ya gap qilmadi, ta'siritin diplomatik qarshilik ko'rsatdi. Shundaq vaziyatda endi Vladimir Putin Yaponiyani ziyorat qiladi desangiz, bu ajoyib gap. Chunki Ikkinchi dunyo urushidan hozirgacha Yaponiya bilan Rossiya o'rtasida tinchlik shartnomasi yo'q. Buning sababi Yaponiya orolni qaytarsan, 4 orolni andamasan bilan tinchlik shartnomasi imzolayman degan gap. Ana shu masala 4 orol masalasida qayta yangi fikr bo'lamdi qanday? Vladimir Putin hozir Yaponiyaga ziyoratga bordi. Tong Vinshan Tayvanlik obzorchi xonim torbiti 8. ayının 20. günü yutdi. Saychi taxtdan tushdi, elishash boshlandi. Nazar Rongyan 8. ayının 20. günü yutdi. Saychi deganda Jungo Kompartiyasi Markaziy komitet ishxonasi mudiri. Sekretariatning sekretari deganda
Merkezi Komitet İşhanesi modeli sayıcı hazırlıkça Xi Jinping'in yeniden bir kadem ayrılmaya kelivatkan adam. Mesela daimi heyetlerden Wang Hu'nun daimi heyetlerine sırtını sayıcı ayrılmaya kelivatkan adam. Bugün bu kişi istifaga çıkıdı ya ki ben bu işhanın modurluğunu işlemeymen depto sebebi hukukni vezir Li Chang'a tapşırdı. İzbasarlıkni vezir Li Chang'a tapşırdı. Endi sayıcı boldu men işlemeymen ya küçüksemen ya bir nima qilaman degandek. Şu halga kepti siz buningdan ko'rib olgan narsa hozir Jongnan Hayda Merkezi Komitening ichida ziddiyet ve el işişle başlanganligini kayıt kılışsız vatandaş. Yani bir haber Hormuz boğuzudu özgürlüş. Amerika teritoriyası aylandı Hormuz boğuzu. İran'ın kamal kılışı küçüden kaldı. 8 nispette nipet kaçılıgan parxotla Hormuz boğuzudan katnap öttü. Cungoga nazar Huyyan 8. ayının 20. günü götürüp yani bir haber, bu haber kişini tulumu suyundurdu. Çünkü Rusya birlikte gümran buldu. Millet görüyorsanız, iki taraftan vaziyeti, meyli Jongnan Hay'nın vaziyeti, meyli Rusya Kreml'nin vaziyeti okşaşlar. Terakki kılış jaryanı okşaş. Kreml'de Ukrayna ile uğraş buluvatıdı. Çünkü o da hem içki hem taşkı cihetki besim duç gelip hazır Cungo Kompartiyası patparak buluvatıdı. Şu noktada hazır Ronyen'in nazarda etip de bu ne? Bu haber kişinin tolumu suyundurdu. Cungo ve Rusya okşaşlı bir günde gümran buldu. Yani bir haber Ukrayna del hazır uğraş meydan yeni prensipini açtı. Uruş iznaları torbiti 8. ayının 20. günü. Uruş iznalarını açtı ya ki yeni uruşun prensipini yarattı degende adamsız aeroplan bilen uruş kılış meydanı, uruş meydanı içiş. Rusya bilen Ukrayna oturuş uruş keyinki vaqtda adamsız aeroplan bilen uruş kılış. Az Ukrayna bu noktada g'alaba qildi. Çünkü adım keçiringlar. Rusya'nın ichki qismiga ham Moskvaga bir qancha qatim mush yo'llab hujum qildi. Hozir Rossiyani oldiratdi deganda haqiqatan urushning shaklini Ukrayna o'zgartdi. Urush maydonining obrazini, salbiy obrazini Ukrayna yaratdi. Desangiz bo'ladi vatandosh. Ekranda yana bir haber. Kol elişiş sahta. Çünkü Rusya ayrılıştı plan kıldı. Çünkü Rusya elişişinin arka tarafında bir neçe 10 yıldan beri ki sahta makan görünüşü. Stratejik bircek obzorda Zhang Zhaozhong 8. ayının 20. günü yutatma ağırlıksızga degan tem vatandaş bu Rusya Cungo münasebetinde eğer bir özgürlüş olmasa bu harbiy septen qaytgan adam Cungo Kompartiyasının yüzünün obzorçisi deseniz buldu bu Zhang Zhaozhong deganni. Muşunlar Rusya Cungo münasebetiga alaqadar yoki yüzü qabul qilinmaydigan vaziyat bo'lsa-mu shuni anlatıp kelyapti. Shuni qaraganda Rusya bilan Xitoy o'rtasida dazk etdi, münasebetga dazk etdi degan haqiqatni tepib olamiz vatandosh. Ciddi material xarakterli xabar. Xi Jinping tuyuq söz işlemeydigan bo'ldi. Merkezi Komitetning raisligini, sekretarligini ve Cungo'nun raisligini işlemeydigan bo'ldi. İzbasarını bekitib bo'ldi. Mavzuda haber 8. ayının 20. günü ben bir torbiti ilan kıldı. Endi bu yazma haber vatandaş. Xi Jinping 4. kararda hizmet işlemeydigan oldu. Yani 2027 yılı partiya 21. kurultayda qayta vazifege oturmaydigan oldu.
Xi Jinping 2027 yıl 21. Qurultayda yana davomli xizmat qilishga izdilishi kerak edi. Bir ish tashqari dunyoda Jungoning vaziyatini kuzatayotganlar uchun bir hikmat tayyorlab berdi. Tashqi dunyodagi siyosiy obzorchilar Zhang Gangjing yaqinda materialga asoslanib mundoq ko'rsatdi. Xi Jinping allaqachon qaror qildi. Mushu qaror davlat xizmatini ishlab bo'lgandan keyin, xizmatini ishlab bo'lgandan keyin qayta vazifa o'tamaydigan bo'ldi. Balki navbatdagi Jungo davlat mahkamasining vaziri Li Changni izbosar qilib tayinladi. Kundan beri sizga qisqa xabar yetkazdik, endi bu oxirgi mushu qaror yozma shaklda keldi. Endi bu rost bo'lib chiqdi vatanda. İşlemayman dedi. Tayinladi. Ta'kidlaydigan bir taraf shuki, bu qaror texi boshqa kanallar orqali isbotlanmadi. Zhang Gangjing bundoq dedi. Xi Jinping siyosiy sahnadan chekinib chiqadigan ish bo'lsa, bu qandoqdir? Partiya har qaysi guruhlarning besimi orqali chekinib chiqqanlik emas. Ma gapni eg'ir juma vatandosh. Har qaysi guruhlarning besimi, partiya ishidan kelayotgan besim, peshqadamlardan kelayotgan besim. Herkes bunun uchun Xi Jinping istifa berman ya xizmat ishlamayman. İstifa emas, xizmat ishlamayman, davomli xizmat ishlamayman deganligi herkes bu besimda emas. Mushu gap esingiz tutsin juma vatandosh. Hozir keyingi tahlilga o'rin qoldiraylik. Mushu gap esingiz tutsin. Balki o'zi 4 qatim vazifa o'tamaslikni tashabbuskor 4-qatim. Balki o'zi 4-qatim vazifa o'tamaslikni tashabbuskorlik bilan qaror qilganlikdir. Demak, bu yerda ichki dunyosida Xi Jinpingning ichki dunyosi nima ish bor? Xi Jinping taqobil turolmaydigan ko'ngilsiz reallik nima? Xi Jinping uchun aytganda taqobil turolmaydigan ko'ngilsiz reallik nima? Men tunugun sizga 1945-yil 8-oyning 14-kunidagi Kuomintang partiyasining tashqi ishlar ministri Song Zivin qochib ketdi Moskvadan. Hatta Jiang Zemin'den ruhsat almay kaçıp gitti. Men bunda kanunga, yani Tashqi Mongoliyani qo'ldan chiqarib qo'yadigan xalqaro kelishimga imzo qo'ymayman deb kaçıp gitti. Nanjingga kaçıp gitti. Anladingizmi? Demak, bu yerda Song Zivin taqobil turolmaydigan ko'ngilsiz vaziyat. Taqobil turolmaydigan ko'ngilsiz reallik. 1945-yil 8-oyning 14-kuni Moskva. Hozir ham Xi Jinping partiyaning ichidagi besim emas. Men qaytishmayman degan gapni eg'izdan chiqarishi. Peshqadamlarning besimi emas. Men qaytishmayman degan gapni eg'izdan chiqarishi. Undaqda nima? Atandosh. Undaqda nima? Xi Jinping duch kelgan ruhiy dunyodagi ko'ngilsiz reallik, ko'ngilsiz oqibat zoti nima? Gapmayadi vatandosh. Tashabbuskorlik bilan qaror qilganlik, o'zi qaror qildi. Hatto vazir Lichani izbosar bo'lishini Xi Jinping o'zi qaror qilgan. Unda Xi Jinping nima uchun 4-qatim vazifa o'tashni tashabbuskorlikdan voz kechdi? Vazifa o'tashdan nima uchun voz kechdi? Birinchi, Zhang Gangjing mundaq dedi. 2 sababni o'tirib qo'ydi. Uning birinchisi salomatlik sababi. Bu to'g'ri to'xtalmayli vatandosh. Ikkinchi, Tayvan masalasini bak siyosiylashtirib etdi. Amaliyotda bu jumla Tayvan masalasini xalqaralashtirib etdi deb bilinishi kerak vatandosh. Bugun Jungo Kom partiyasi o'xshashda Tibet masalasini xalqaralashtirib etdi. Bugun Jungo Kom partiyasi Xitoyning mustamlikachi partiyasi o'xshashda Uyg'uriston masalasini
xalqaralaştırıp etdi, siyasileştirip etdi. Belki maksat muddala Uyg'uriston, Stalin, Uyg'uriston mavzudan to'g'risidagi. Mavzudan Stalin ikisi birleşip Uyg'uristonni Xitoyga mustamlika qilib bergan tarix, texi tunugunki tarix hozir to'g'ri betlarda YouTube kanalı qarab, to'g'ri betlarda inglizcha har xil tilda yamrab turibdi vatan. Echilib bo'ldi Uyg'urning tarihi desiniz bo'ldi. Echilib bo'ldi Uyg'urning tarihi yo'q. Jondan Xayning oldi qo'yilib bo'ldi Uyg'urning tarihi, yaqin zaman tarihi, tunugunki tarihi desiniz bo'ldi vatan. Demek hazır, meyelim cümlaptı, Tayvan meselesini bek siyasileştirip etti. Okşaşla Tibet meselesini siyasileştirip etti. Okşaşla Uyg'uriston meselesini siyasileştirip etti. Uyg'urlarni keyin soykırım kıldı. Uyg'urlarni qirg'inchilik bilan yo'qotdi. Bu mesele ahir bularning kim idi bu millet? Bunun siyasi ordu nemiydi bu millet mi? Degan savolni xalqaro jamiyatga qo'ydi. Xalqaro jamiyat izlab oxir topdi. Mavzudan bilan Stalin, Rossiya bilan Xitoy Uyg'urni qandoq mustamlik qildi degan tarix va jarayon bu reallik xalqi olam oldida oshkor bo'ldi. Faqat kelib qolgani nopozlik, ya'ni aloqador taraflarning arxivni etishi. Mesela Cumhurbaşkanı Partiyası, Devlet Mahkemesi, Rusya Bolşevik Partiyası, Rusya Armiyası, Rusya KGB. Şu üç organ apparat Uygur'un hakiki ahvalini, materyalini etiş meselesine gelip kaldı evvelerde. Bu diloni xalqaraga etiş meselesiyle gelip kaldı evvelerde. Şunu biz neyimiz yok mu ya Tayvan'ı siyasileştiriyor. Tibet Uygur okşar. Xi Jinping hakimiyet başı kelgenden beri Tayvan boğazının vaziyeti bargan süre murakkepleşip gitti. Şu sebepten. Eğer vazife öteş müddeti işte Tayvan meselesi hal kılalmasa, Tayvan meselesi hal kılalmasa, müşakkagen divalaylı tahlilimizde Tayvan meselesi hal kılalmasa, vazife müddeti içinde. Yani evvel, yani bundan keyinki 5 yıllı, yani vazife kılıp üzüge alsak, yani şu 5 yıl içinde Tayvan meselesi hal kılalmasa, hoş bugün gücü Tayvan meselesi hal kılalmadı işi gibi. Hal kılalmadı. Hal kılalmasa birlikte keltürüş, şığı tayinip, Deng Xiaoping'den alıp giteş. Mavzudan bilen yanmayan turalaydıgan nişangı yetişli işqa aşır almaydı. Demek bugün gece Deng Xiaoping'den alıp gitenmedi. Mavzudan bilen mi yanmayan turalmadı. Çünkü Tayvan meselesi hal kılanmadı. Ondan tüpülüp geldi ki Uyg'uriston meselesi, tüpülüp geldi ki Tibet meselesi. Şunlaşqa Xi Jinping bundan keyinki 5 yıl vazife öteşten vazgeçti. Ahırı hukukni Li Chang'ның qo'liga topshirdi. Yoki Li Chang'ni, vazir Li Chang'ni izbosarlikqa tayinladi. O Uyg'urlarni qirg'in qilishning jinoyatchisi emas. Pilallig'uchisi emas, hech bo'lmaganda Li Chang, vazir Li Chang. Tibetlarni qirg'in qilishning jinoyatchisi emas. 50-yillarda bu yo'q. Xi Jinping davrida ham bu undaq siyosatni belgilayamaydi. O bir oddiy vazir. O oddiy vazir. Şunlaşqa endilikte bugünkü karar boyunca mesela Xi Jinping men işlemeymen deb karar kıldı. Şu karar boyunca Xi Jinping işlemese Xi Jinping'den keyinki Li Chang ende Uyg'uriston, Tibet, Tayvan meselesini hal kılamda, kol silip hal kılamda, eğer hal kıldıgan bolsa kol silip evet siyasetle koyuyordu devletler. Olmuş hal kılanmaysa Xi Jinping'i izbosar bo'ldimmi? Xi Jinping'ning yo'lida mağaman deb mağanmaysa mümkün emas.
Çünkü onun vaziyeti kıyaya kilip toxtaptı o vatandaş mana şunlar. Bu soğuda yaptığını eleyip taşkırığı çıkanmaydı. Ya ki bu soğuda yenip, yepip önün içi kirpitenmeydi. Bu soğudalık gelip kaldı. Bu soğuda durup, içip talağı taşkır dünya karavatı da. Nemi özgürlüş buludu. Yani kandak besim kilidu. Onun cevap tapalması, yepip önün içi kirpitenmeydi, hatırcam bulanmaydı. Çünkü bugünkü Kompartiyanın siyasi sekreteri Xi Jinping ve devletin reis Xi Jinping müşkünde kaldı. Endi o loyiha ve karar ilan kılıp hukukunu tapşırış, izbasarını bekitişten ibaret bu jarayonni tamamladı. Yani başka torbetleri ispatlamagan bolsa tamamladı. Hazır vazife ötemeydiganligi muşla arkalıkla torbetki çıktı, dünyaya çıktı, halk alemi çıktı. Evet. Xi Jinping endi vazife ata qilmaydi. Onu 5. umum yig'in 10. ay 21. qurultay 2027 yil. Vaqt shu. Hozirgi hisobda vaqt shu. Bu maqsadga asoslanganda, masalan, yoki Deng Xiaopingdan olib ketish, yoki Mao'zedong bilan yanma-yan turishdan iborat bu nishonga, bu maqsadga asoslanganda, yana 5 yil vazifa o'tagandami, Tayvan masalasini hal qilolmaydi. Demak, u muqimlashdi. Hozirda muqimlashdiki, Xi Jinpingning keyingi 5 yillik xizmat planini misol olsangiz, muqimlashdiki, Tayvan masalasini hal qilolmaydi deylik. Tayvan meselesini hal kılamadı. Ondaqda Tayvan meselesi Xi Jinping'in hal kılalmagan selbi, menfi siyasi mirasi bulup kalıdı. O taxtada endi loyiha sundi, işlemeymen dedi. Endilikte Tayvan meselesi Xi Jinping üçün aytganda hal kılalmagan, bir taraf kılalmagan selbi, yani menfi siyasi mirasi bulup kalıdı. Şundaq bulup qaladigan bolsa, yaxshisi hukuk muqim bulup turgan hozirgi paytda izbasar o'rinlashtirib, hukuk o'tkazib berishni tamomlamoqchi bo'ldi. Yani o'zma eribdi, charchabdi, qolidan kelmabdi ish. Tayvan masalasini hal qilinmabdi, lekin hozir Jonanxayning huquqi muqim holatda turyapti. İgizbeslik yok anca. Dal muşundaq paytda peşne qıqıpla ketiş a'la. Peşne qıqıpla ketiveliş a'la. Orundan qopupla sorundan chiqib ketiveliş a'la. Xi Jinping muşu paytda tanlab hozir loyiha sundi. Endi buningdek yana davomli ishlamaydigan bo'ldi. Nimişki Li Chang'ni izbosar bo'lishga tanlab oldi. Wang Yang dedik, Hu Chunhua dedik, Sai Chi dedik. Bir qancha odamlarni ko'rsatdik. Ama endi Xitoylar yuzi ko'rsatmay sizlarga aytmadim. Ko'rsatgan qatorda vatanda. Xitoyni ko'rsatganlari sizlarga aytmadim. Hech qaysini tanlamay, nimişki Li Chang'ni tanlab oldi. Bu yerda Zhang Jinggang depti, Zhang Jinggang depti. O Li Chang'ı işledi. Mümkün emas. Bir mustabbit gumonlab o'ziga kasb qilgan bir mustabbit hech kimga ishonmaydi. Uning oldida ma odamga ishondi deydigan narsa bo'lmaydi. Ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Bu yerda Li Chang'ı ishonishim yolg'on. Shuncha odamlar turibdi, mana muzokiralashib, kimni bekitamiz deb, mani bekitdik, men izbosar bo'ldigan bo'ldi, men qayta ishlamaydigan bo'ldim degan mush qarorni olmay, Li Chang miros qoldi, Li Changga topshirdim huquq deganlik, bu bir nuqta bir qaydash. Og'rinish. Markaziy komitetdan og'rinish, reallikdan og'rinish, siyosat va ketayotgan ishlarni o'zidan aplashtirolmaganligidan og'rinish, Tayvan masalasini hal qilolmaganligidan og'rinish, qo'li yetmaganligi, kuchi yetmaganligi, iqtidori yetmaganligi, qisqasi yetmaganligi.
özünün qanchalik odam ekanligi va qanchalik partiya ekanligi oshkorlangan va qaydagandek va alalicham huquqni sana berdim degandek. Uning ishonganlikdan emas. Ba'zi Janjingang ishongan deydi, u ishonganlikdan emas. Ekranda umumyüzlük hal qilg'uch urush. Bu urush desangiz, iqtisodiy urushmi? Kim İranni qutuldirishga jur'at qiladigan bo'lsa, o cho'qim o'xshashda oqibat uchraydi. İran'ga iqtisodiy zarba berishga o'tdi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump. Agar kim İran'ga yordam beradigan bo'lsa, bu yerda İran yordam beradigan ikki davlat bor. Birisi Rossiya, birisi Xitoy. Sen mi şu oqibatga qolsa, ya'ni İran qanday jazoga uchrasa, sen mi shunday jazoga uchraysan? O'xshash oqibatga uchraydi. Amerika'nın qattiq tadbiri bevosita Jungo Kompartiyasi qartildi. İran'da jazolashning tadbiri bevosita Jungo Kompartiyasi qartildi. Asli mavzu. Prezident Donald Trump bütün kuchi bilan iqtisodiy urush qo'zg'adi. Birinchi sep axborot to'g'ri 8-ayning 20-kuni. Boshda vaziyat to'g'risida to'xtalgan nemiz iqtisodiy jihatda Normandiyaga chiqish. Bizlarchalar qaltis gap qiladi. İqtisodiy jihatda Normandiyaga chiqish. Demak, bugun boshlar değil. Xi Jinping qayta vazifa o'tamaslikni tuyuqsiz qaror qildi. Yana bir qatam keldi juma baba. Saychi qat'iy ishtimayman dedi. Başta aytdikmi? Saychi huquqni topshiraman, moderlik huquqini topshiraman dedi. Mayada saychi ishtimayman dedi. Hozir Markaziy komitetdagi moderlik huquqini topshirib chiqarmoqchi bo'ldi. Nima dedik? Jonglang'ning ichki qismida huquq ko'rishi kaskinlik bilan boshlanadi degan. Lekin xizmat ishxonasi Torbet 8-ayning 20-kuni 1 soat ilgari Xi Jinping xizmatdan chekinish loyihasi topshirdi. Boshda aytdik. Vazirlik Chang 5-umumiy yig'inda izbosar bo'lib, vazifa o'tkazib oladi. Demak, 10-oyda, mushu bo'yicha bo'lganda 10-oyda vazirlik Chang Jungoning partiya sekretarligini, Jungoning raisligini vaqtliq muvaqqat boshqardi degan gap ekan. Chang Pengshika konu obzor 8-ayning 20-kuni yutdi. Tayvanning pasporti tutib qolindi. Mana aytib vashiylikchi vatandosh hozir Jungoga borgan savdogarchilik bu tuqqa yo'qlash olgan tayvanlik bor-ku. O tayvanliklarning qo'lida Tayvanning pasporti bor. Shu pasport bilan kirganda qo'shimcha buningda yana bir kichik bir jet şekillik bir tambalik bir nimasi bor. Şu orqali Tayvandan Jungoga kelgan kishilar. Hozir osh kishilarning qo'ldagi pasportni tortib olgan gap. Ala deymiz endi buni vatandosh nima gap bu? Demak, sen Tayvanlik degan gap yo'q, sen Xitoy qolasan bu yerda. Qo'lidagi pasportni tortib olgan gap. Pasport tutib kelindi. Tayvanliklar tanq etib, qarabli qilishdi. Hamma kishi Jungo pasportiga tegishga majburlandi. Pasportini tortib olib, sen berib Jungo pasportini ishlat. Onun aloqa rasmiyatlari, kirajonlik huquq rasmiyatlari, nopos daftarlari bu yerda bo'lmasa, o Tayvanda tursa, seni saqchilarning oldi ko'rgan pasport verisi beremdi. Tayvanlik, Jungodagi Tayvanlik hozir Tayvanga qaytanmaydigan pasportdan ayrilib, hech qanday hujjati va salohiyati bo'lmagan bir odam sifatida Jungo qo'riqligida qoldi degan. Ayının 20-kuni Dongda paranglari torbiti. Perde arkasida g'azab portildi. Orada ichida qarshilik. Xi Jinping buni besiqtira olmadi. Ümit sadasi 8-ayının 20-kuni yutdi. Xi Jinping tartibi mundaq deydi. Sayshun kechiringlar. Sayshun yana bir obzorchi kun torbitida mundaq deydi.
Cuna haydi zor özgürleş. Xi Jinping taxtdan tushdi. Vezir Li Chang taxtga chiqdi. Saychi ishxona mudiri Markaziy komitet ishxonasining mudirlik huquqini topshirdi. Sayshun kun obzorchi 8-ayning 20-kuni o'tdi. Diqqat vatandosh! Cumhuriyet haydaki özgürlüşke dikkat vatandaş. Hu Jintao köpçülükle ittifaklaştırdı. Yani bir haber. Winjabao konservatifliği xires ilan kıldı. Cungo'da konservatif var mı yok mu? Bunun özü bir gap. Cungo'da oңçı, solçı degen var mı? Bunun özü bir gap. Solçı degen bu milletçi Xitay. Oңçı degen bu milletçi Xitay. Biyadazı konservatifliği xires ilan kıldı. Şunu da anlap durumlar temiz. Hu Chonghua, Wang Yang, Liu Yuan, Deng Bufang, Merkezi Komitet kun tertibini muhakeme kılış organının azaları. Şunu akıl depti. Jungo devlet işide adli kişiler torbet 8. ayının 20. günü YouTube haber. Yani bir haber. İkranda Jungo Rusya birlikte gümran buldu. Başta bir kelgenme, meyadi yana bir geldi. O tünügenkü hesap mı tema, bugünkü hesap. Yani bu haber yani kimden? Yani Rumyan'dan. Ben demiş şikayetim anlattım çünkü ben kızgıdığa işlevetenler. Xitaylılar was oturuşki ziddiyet, Xitaylılar was oturuşki münasebet, Xitaylılar was oturuş şartnama, Uygurlar bugünkü künge koygan birden bir yol vatan. Uygurlar bugün koygan künge birden bir yol vatanlar. Birlikte gümran buldu. Runyan 8. ayının 20. günü. Nezar. Yani bir haber, iktisadi cihet Normandiya çıkış. Başta çıkmam ona, evet geldi ona. İktisadi cihet Normandiya çıkış. İranlı imborga kılış. Beyceğim Allah zaten buluşka başladı. Ahbarat yeşmisi 8. ayının 20. günü yuttu. Yani bir haber, ekranda Amerika armiyası ketme. Öndaş. Kim Jong-un ko'nglidagi gapni aytdi. Yaponiya qattiq chora qo'llanib, Jungo'ning harbiy sanoatini bo'g'ib tashildi. 3 mavzu, bir xabarda, bir qisqa xabarda 3 mavzu. Asli mavzu Prezident Donald Trump Koreya Amerika harbiy manevrining ko'lamini qisqartib etdi. Koreya prezidenti Jungo'dan yuz o'rdi. Jungo'dan norozilik keltirib chiqardi. Janubiy Koreya moliya guruhi o'rkishga boshladi. Jungo Koreya munosabati buzib ketsa, hozir Jungoda savdo qilayotgan Koreyaliklar o'rkishga boshladi. Kim Jong-un Amerika armiyasi sen ketma dedi. Bu sözge Jungo Kompartiyasi ishonmayli qoldi. Koreyada turishliq Amerika armiyasi asta chekinishga boshladi. Şike. Darbite onun 8. ayının 20. gün yutak. Xi Jinping Merkezi Komitetinin umumiy yig'inini chaqirishda nemishqa qo'rqdi? Sarxillamın biri 8. ayının 10. günü yutak. Yuqorqi ziddiyatlarni so'zlab keldikmi? Endi siz bilmaydigan, biz bilmaydigan ziddiyatlarga mubtalo bo'lgan Jonanxayning yoki partiyaning sekretari, davlatning raisi, huquq qo'liga markazlashtirgan Xi Jinping hozir 205 nafar, odatda 225 nafar hay'at, Markaziy komitetning hay'at a'zolari, 7 nafar hay'at, doimiy hay'at, siyosiy byuroning a'zolari. Hozir markazda Xi Jinping yig'in chaqirishga cüret kılalmaydıgan bulup kaldı deydi bana çatak. Neymiş ki çatak? Sen sekreter çakırıp manda iş bulup atıdı. Deyip yığın çakırışın tamamen mümkün. Bırak, senin kılıvatkan işlerin üzerinin köngülüge yaramaydıgan, üzerinin rayığı bakmaydıgan işlerini kılışkı mecburi bulup atırsan, bunundan Jonanxayning başka meldarları narazı bulup atıdı. Demek sen Merkezi Komitetinin yığınını çakırırsan,
narazı bo'layotganlar bilan sen qilayotgan ishlarni to'g'ri bo'lmayotganligi ashularning nazarda amaliyotda bu reallik uyg'un, dunyoga uyg'un, hammaga uyg'un nemishqa qabul qila oladi nemishqa bu yerda Tibet Uyg'ur degan masala bor albatta. Shu qatordagi masala qatorida bu masala bor. Shunga Xi Jinping bu to'g'rida bu ishni qilishga qo'li bormaydi asli, millatchi asli, qilg'isi yo'q asli, lekin xalqaro besim ona nima chora bor deysiz. Bu degan hozir Zhongnan boshqa amaldorlari Xi Jinpingdan og'rinib, qaydab turayotgan shundaq bir paytda Xi Jinping Markaziy komitetdan u chiqsa, siyosiy byuroning yig'ini har oyda chaqiribdi, har oyda bir qator chaqirildi. Umumiy yig'in 225 a'zo qatnashgan Markaziy komitetning yig'inini chaqirishga Xi Jinping jur'at qilolmayotdi deydi undash. Bugungi leksiyalarimiz bu yerda to'xtaydi vatandoshim.